Assalomu alaykum azizlar. Laminat haqida gaplashamiz o'zi. Pullarga yechib bilganlarni aytamiz. 40 ta davlatga mana eksport bo'layotgan. Tatariston, Rossiyadan chiqadi bu. Bir oxiriga 20 lik. Laminatim seriya varianti teriyamiz. Mana faskali bu. Faskasi bu yoqqiga faskasi bu, bu tomoniga faskasi. Asli biz zazor qoldirib teriyamiz mana. Sababi o'sha prinsip qo'yiladi va nima mumkin emas, hammasini mana instruksiyada ko'rsatilgan. Hozir qo'ldan yechib bitta ko'rib chiqamiz. İmkon darajasi bilganimiz. Bilmaganlar uchun bu, bilganlar uchun shart emas. Mustaqillashish ko'rishimiz. Mana namlab suv to'kib yuvish umuman mumkin emas degan. Hozir nam holatga bo'lish kerak. Juda shilta bo'lib suv to'kib ustiga bunaqa narsalar mumkin emas. Instruksiyaga nima ko'rsatilgan bo'lsa o'shani qilish kerak. Bekorga chiqmaydi. Sababi sinovdan o'tgan bo'ladi bu. O'zim podloshkasi keyin mana qanday qilib terishlarni ham ko'rsatib qo'yibdi. Yonboshidan ursa bo'layotgan. Mana podloshkachalar qo'yib chiqqan. Mana shunday qilib kafel siniqidan qo'yib chiqdim mana. Mana kichkina turburjacha. Mana bura. Ana shularni terib chiqiladi-da, keyin to'shab chiqiladi. Podloshkani tagidagi falgani ham to'shashni qo'ygan. Endi spesial o'ziniki ham bazavodchi, biz shu falgadan foydalanamiz. Shu amortizatsiya bo'lish uchun bosgan payti. Mana graduslarcha qo'yib qo'yibdi xona, qanday haroratda terish kerak, nima qilish kerak, hammasini mana. Eshikdan derazaga nisbatan qanday qilib terishda hammasini shunday qilib qo'yibdi. Mana shunday teriyamiz biz, asosiy jarayonlar ko'rsatib beramiz. Bir oxiriga 20. Laminatchamiz. Kuzatib boringlar, jarayonlarni ko'rsatib beramiz. 70% böyle var, çıksın olmaz bize. Pirinçler ama seri, o görünüyor. Kaç sayı olalım.